Zolotoy most. Bugun 4-yanvar. Odam sal kamaydi. Birinchi, ikkinchi kunga nisbatan sal kamroq, lekin shunda ham kamroqda ham ko'pda baribir. Bu yoqda lotkachilar qator bo'lib turib olgan. Bu yoqda sudak, asosan sudak mana bu tomonda. Joyga esa joyga ham talash bo'lib ketyapti. Sudak chiqib turibdi, faqat juda ham kattasini ko'rmadim. Biz ham maydaroqdan ushladik. Shu bu tomonda ham sudak, asosan sudakchilar bu tomonda. Joyga esa joyga ham talash bo'lib ketdi. Endi bugun sal odam kamaydi. Kecha bundan ham ko'p edi. Sudak chiqyaptimi, yo'qmi? Sudak chiqyapti. Faqat juda ham yirik emas, maydalari. Biz o'zimiz ham bunaqa trofeyli sudaklardan ushlay olmadik, faqat mayda sudaklar. Yarim kilogacha bo'lgan sudaklar chiqyapti. Juda ham ko'p emas, kamroq. Agar keladiganlar bo'lsa, zatsep ko'p juda ham 35, 30, 40 grammlik toshlardan olib olishlaringizni tavsiya qilamiz. Aka, gruppadagilarga qanday bo'lyapti sudak? Sudak yo'q, sudak. Yo'q-a? O'ra bu, boyagi bu. Yo'q. Har zaman bitta, ha? 3 kunda bitta. Kecha odamlar haqida ham gapiring, qancha odam bo'lib ketgani haqida. Kecha shidamidingiz? Kechami? Yo, bugun keldingizmi? Kecha men bu debga shu yerda. Bir hafta kelib o'tirmanglar hech kim bu yoqqa. Ana. Bir hafta. Odam to'lg'atdi. Vashit. Tag'in ham kamaygani bugun. Tag'in ham kamaygani mana. Toshkent City buyog'i. Odam kamaydi, qara. Bu kun natijalari. Mana bunday sudaklar chiqyapti. Juda ham katta emas, yarim kilogacha bo'lgan. Bu ham har zamonda bitta. Mana akalarimiz Mana ustoz. tunu kun mehnatda mana. Mana shu odam ustoz bo'ladi. Bu kishi Dinozavr davridan beri bor. Hammasi nosda chakasan. Bu yil nima yili? Klass. Bu yil nima yili? Bu sudak yili. ana nosni oting qani tushib qolardi. Zatsep bo'lib qolyapti. Asosan lotkadagilar bu tomonga o'tayapti, bu yoqdagilar bu yoqqa o'tayapti. Ikkalasi zatsep bo'lib qolyapti. Suvda aylanishi bilan. Xo'sh, Zolotoy most. Bugun 4 mi? 4-yanvar 2026. Kecha odam juda ham ko'p edi. Bugun kamayib qoldi. Kamaygani shu. Mana akamiz natijalarini suvdan olyapti. Aka, qanday bo'ldi? Lotkada tushdingizmi? Ha, lotka. Bekdan bo'lmadi. Qirg'oqdan uncha chiqmayapti. Lotkadagilar yaxshi olyapti. Yaxshi. Bir kunlik natija. Bir kunlik, ha? Kechasi. Kechasi. Hozir 15 bor u. Gabi aka barakasini bersin. Akamiz bizlar qarmoq suvda mayda sudakchalar bitta yarim orada chiqib turibdi. Atak unaqa darajada biz ushlay olganimiz yo'q. Qirg'oqdagilarda hammada shu gap.